Ha, qo'shilgan. Demak, aziz teletomoshabinlar, a'lo kayfiyatdamiz. Studiyamizga navbatdagi mehmonlarimiz kelib ulgurishdi. Yuqorida bir qator yoshlarimiz, harbiylarimiz o'zlarining chiqishlari bilan sizlarni va bizlarni xushnud etib ketishdi. Endi esa navbatda yana bir maqom jamoasi tashrif buyurishgan. Albatta, san'at insonni bir ezgulikka chorlaydi. Mana shu san'at fidoyilarini doimo biz mana shu ko'rsatuvimizga taklif etaveramiz. Ularni bir iqtidorlardan bahramand bo'laveramiz, azizlar. Bo'lmasam tanishtirib o'taman. O'zbek Milliy maqom san'ati markazi Qashqadaryo viloyati hududiy bo'limi maqom ansambli jamoasi tashrif buyurishgan. Ilhom aka Rizvonov, Dildora Jo'raqulova hamda Muhammad Rizo Hamroqulovlar. Yana bir e'tirof, ular yaqinda madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni sohib va sohibalari bo'lishdi. Tabriklaymiz avvalambor. Muborak bo'lsin mana shu ko'ksingizdagi ko'krak nishonlari. Doim bundan katta muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritib yurishingizni istab qolamiz. Xo'sh, ustoz, dastavval sizga yuzlansak, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum, fayzli kun muxlislari. Mana shu mukofotlarga erishishimiz sababi Alloh. Allohning o'zi yetkazdi, behisob shukr. Qolaversa shu madaniyat, san'at sohasi bo'yicha ancha yillardan beri ishlab kelyapmiz. Allohga shukr. Qarshi tumanida madaniyat bo'limida ishladik ancha yil. Hozirgi kunda 2023-yildan boshlab maqomda ishlab kelyapmiz. Rahbarlar, boshliqlar, Otabek aka, Yodgor Bozorov birgalikda ishlab kelyapmiz. Jamoamiz qizlar, o'g'il bolalar. Ishlarimiz yaxshi, Allohga shukr. Shu mukofotlarga yetkazganiga shukr. Tabriklaymiz avvalambor. Bardavom bo'lsin deb qolamiz. Albatta mana shunday mukofotlar sizni ko'ksingizni bezab turishiga sabab sizni yillar davomida amalga oshirgan sa'y-harakatingiz, qolaversa yurtimizda san'atga berilayotgan e'tibor, ayniqsa maqom san'atiga shaxsan prezidentimizning katta e'tibor qaratayotganliklarining natijasi desak to'g'ri bo'ladi. Endi ustoz, siz doirada faoliyat olib borasiz. Shunaqa. Xo'sh, necha yildan buyon doira chalasiz? Bu qiziqish qanday uyg'ongan? Aynan shuncha sozlar turganda aynan doirani tanlaganingiz? Bunga ancha yil bo'lib qoldi. Shu maktab davridan boshlangan qiziqish. Rahmatli shu otamiz, onamiz shu qiziqish bo'lgan tufayli o'zlari nima qilib doiralar olib berib, shu to'garaklarga qo'yishgan. Shu mana hozir shu yoshgacha Xudoga shukr ijod qilib kelyapmiz. Mana shu qo'lingizdagi doira ko'rinishiga qaraganda ancha yillik bo'lsa kerak, ha? 20 yildan oshdi. 20 yildan oshdi. Endi mana shu hozir qizdirilgan holat, ha? Qizdirilgani ham ancha kun bo'ldi. Ancha kun bo'lganiga qaramasdan ovozi demak juda yaxshi chiqyapti. Shu doim savol tug'iladi. Mana shu doirani o'sha qizdirishini sababi nimada endi? Agar qizilmagan holatda bo'lsa, masalan, ayniqsa qish kunlarida, bu pand berib qolish ham mumkin, ha, to'g'rimi? Pand bermasligi, hozir havo yaxshi. Yoz kunlari ovozlari shunday yaxshi bo'lib turadi. 3 kun 4 kungacha Mikrofonni yaqinroq olasiz. O'zgarmaydi. Qizdirsa yana ham yaxshidan jarangdor bo'lib, yoqimli bo'lib chiqaveradi. Juda ham yaxshi. Bugungi kunda sizlar ko'p va mana shu viloyatimizdagi, respublikamizdagi bayramlarda, tadbirlarda faol ishtirok etasizlar. Qolaversa bizning studiyamizga ham bir necha bora tashrif buyurgansizlar mehmon sifatida va o'zingizning chiroyli ijod namunalaringiz bilan barchamizni xushnud etgansizlar. Mana shu ko'krak nishonni topshirish jarayonlari qanday bo'ldi? Keling shular haqida. Qachon oldingiz bu mukofotga, qanday qilib loyiq ko'rildingiz? Shular haqida ham to'xtalib o'ting. Mana shu 2-iyunda Turkiston saroyida maqom jamoa bilan o'zimiz shu rahbarlar bilan, boshliqlar bilan borib Turkiston saroyida konsert qo'ydik. Konsertda yaxshigina ijro bo'ldi, yaxshi olqishlar bo'ldi, yaxshi qabul qilishdi. Poytaxtdan rahbarlarimiz taqdim etishdi. Xabarimiz bor, hisobot konsertini uyushtirgansiz-a Turkiston saroyida. Mana shu jarayonlarda, shunaqa bo'lib, shunaqa qilib oldik. Ey yashang. Endi bu savol ko'p beriladi-yu, ayniqsa o'sha yutuqlarni qo'lga kiritgan insonlarga o'sha paytda bir ko'ksingizdagi bir hayajon qanday bo'ldi? Keling o'sha bir hayajon bilan o'rtoqlashsak. Hayajon juda kuchli bo'ldi. Baribir endi Turkiston saroyida tomoshabin ko'p. Allohga shukr, Xudo yetkazganiga shukr, hayajon bo'ldi. Xursandmiz. Shukurlarga yetkazganiga endi bu kunga yetkazishingcha mashaqqatli bo'ladi, boshqa bo'ladi, chidab.
hammasiga boriga yo'g'iga xizmatlarni qilib yana davom ettiramiz xizmat qilishda xalqqa. Salomat bo'ling. Bundanda bardavom bo'lsin yutuqlaringiz deymiz. Dildoraxon, siz bilan ham Salomat suhbatlashsak, xush kelibsiz studiyamizga. Ko'rib turganimizdan mamnunmiz. Juda ham chiroyli milliy liboslarda tashrif buyurgansiz bugun. Sizda qanday bo'ldi mana shu mukofotni olish jarayonlari? Avvalambor bizni mana shunaqa kamtarona mehnatlarimizni yuqori baholab bizni mana shu anaqaga ko'krak nishoniga loyiq topishganidan juda ham mamnunmiz. Avvalambor o'sha bizni maqom markazimizni badiiy rahbarlari Yodgor aka Bozorov o'zlarini o'sha bilimlarini bizga ayamay o'rgatib anaqa qilib kelyaptilar. Ustozimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman avvalambor. Keling, bir taklif borda. Endi Dildoraxon bir hayajonlarni bosib olishlari uchun bitta bir zo'r bir maqom ijro qilib bersalar. Jonli ijroda. Ha, jonli ijroda. Undan keyin suhbatimizda davom etsak. Marhamat. ishqaro holimga bir hamdam tarahum qilmadi yor holim bilmadigar bildi ko'zga ilmadi to'l oy ag'yor ila nush ayladi jami visol qaysi hijron eshikim bag'rim aro sanchilmadi hey ishqaro holimga bir hamdam tarahum qilmadi ne ajablar bilmasam holimni bir g'amdan kiyar o'lgali yetim g'ami ishqida holim bilmadi ketdik yo bilmadi holimni cho'kdada yoqilmadi hey ishqaro holimga bir hamdam tarahum qilmadi Yashang, salomat bo'ling. Juda ajoyib, albatta o'sha maromiga yetkazib ijro etdilar. Bir savol bor. Endi ayni mana shu maqom san'ati boshqa yo'nalishga qaraganda o'sha san'atkorni bir qanday tarbiyalaydi, qanday bir darajaga erishishga yordam beradi. Adashmasam o'sha maqom ijro etgan san'atkor o'sha estrada an'anaviy xonandalikdan kuylash oson bo'ladi, to'g'rimi? Bu borada marhamat Muhammad Rizo bilan suhbatlashsak. Muhammad Rizo, xush kelibsiz. Jamoani eng yosh vakilisiz bugun, ha? Shunaqa. Avvalambor assalomu alaykum. Fayzli kun ijodkorlariga taklif uchun alohida rahmat aytib qolamiz. Bu maqom san'ati juda ham bir murakkab bir kasb, murakkab bir yo'nalish. Agar bu maqom san'atini o'rganib o'zini ustida ishlab borsa, estrada, boshqa yo'nalishlarda ham ashuralarni bemalol ijro eta oladi. Qolgan o'sha yo'nalishlar
oson bo'ladi. Albatta bu maqom sohasi juda ham qiyin sohalardan. Bunga ancha mehnat talab qiladi, ancha yillar izlanish, o'rganish kerak bo'ladi bu sohada. Yillar davomida ishlanib, tayyorgarlik qilib, o'zini ustida ishlab borsa, yillar davomida pishib boradi. Siz o'zingiz necha yildan buyon san'at sohasidasiz? Men o'zim musiqa maktabida 5-sinfdan boshlab boshlaganman shu an'anaviy xonandalik yo'nalishini. Mana hozirgi kungacha 13 yil, adashmasam 13 yil bo'ldi shu maqom sohasi bo'yicha o'rganib shu yo'nalishda kelayotganimga. Aynan mutaxassislik bo'yicha qayerda tahsil olgansiz? Mutaxassislik bo'yicha Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy maqom san'ati markazi, Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy maqom institutida tahsil olganman. Demak, o'z yo'nalishlarda faoliyat olib borayotgan ekanlar. Bir savol bor, bu tomoshabinlarimiz uchun ham juda ham qiziq. Mana maqom san'ati va o'z navbatida bugungi kunda taraqqiyot, rivojlanish natijasida estrada san'ati shu darajada rivojlanyaptiki, sun'iy intellekt yordamida ham shunaqangi qo'shiqlar ishlanayaptiki, to'g'risini aytganda odam bir eshitib bir mazza qiladi. Tan olish kerak buni va maqom san'atini ham mana shu maromda olib borish uchun qanday bir ishlarni olib borish kerak deb o'ylaysiz? Masalan, aynan maqomda o'sha tomoshabinlarni saqlab qolish uchun, eshituvchilarni. Ularni saqlab qolish uchun mana bizni eski xalqimizga ancha yaqin bo'lgan ashulalarni, birinchi misol uchun yoshligimizda eshitgan qo'shiqlarimiz bo'ladi-ku, hammamizda. O'shanaqa qo'shiqlarni xalqimizga taqdim qilib, asta-asta o'shalarga ularni qulog'ini o'rgatib, keyin murakkab maqomlarni eshittirib boshlasa bo'ladi. Shu yo'nalishda. Bugun o'zi xalqimiz kayfiyatida maqom san'atiga bo'lgan e'tibor kuchaygan. Nafaqat bu yurtimizda siyosat darajasida, qolaversa xalqimizning o'rtasida ham maqom san'atiga bo'lgan e'tibor ancha kuchaydi, yanada jo'shirdi desak to'g'ri bo'ladi. Chunki maqom san'ati o'zining milliy qadriyatlarini ifoda etishi bilan ham ahamiyatli bo'lib bormoqda. Maqom san'ati hech qachon o'lmaydigan qo'shiq desak to'g'ri bo'ladi. Albatta shunaqa. Mana hozirgi kunda muhtaram prezidentimiz ham maqom sohasiga, maqomga juda katta e'tibor qaratyaptilar. Prezidentimiz juda katta imkoniyatlar, katta yutuqlar qo'yib beryaptilar. Festivallar tashkil qildiryaptilar. Mana yaqinda Namangan shahrida 3-chi xalqaro maqom festivali bo'lib o'tdi. Bu festivalda 90 ga yaqin davlatdan ishtirokchilar kelishdi. 90 ga yaqin o'sha o'zini yo'nalishi, maqom yo'nalishi bor. Ularni ham o'sha yo'nalishlar bo'yicha ishtirok etishdi va bizni O'zbekistonimizni kelib maqomimizni ko'rishdi, O'zbekistonni ko'rishdi. Bizni o'zimizni milliy qadriyatlarimizni, milliy kiyimlarimiz, milliyligimizni hammasini o'rganishdi, ko'rishdi, tomosha qilishdi. Bu ham bir katta bir yutuq desak mubolag'a bo'lmaydi. Prezidentimizni o'zlari ham nutq so'zladilar. Maqomga juda katta e'tiborlarni qaratdilar, qarorlar chiqaryaptilar maqom bo'yicha. Nimaga? Shu yoshlarimiz, yosh avlodlar kelajak milliy ruhni, milliy maqomini eshitsin, o'rgansin. Boshqa yo'nalishlardan ko'ra shu milliy o'zimizni asl ijodlarimizni, o'zbekning haqiqiy asl ijodini eshitib o'rgansin, qulog'iga singsin deb juda katta e'tibor qaratyaptilar. Namangandagi festival jarayonlarida ishtirok etdingiz, ha? Albatta, ishtirok etdik. Endi hozir 90 dan ortiq davlatlar deb gapiryapsiz. Asosan qaysi davlat vakillarining o'sha maqomi sizga ko'proq manzur bo'ldi? 90 ta davlatdan kelgan ishtirokchilarimiz bo'lsa, har bir davlatning o'zini urf-odati, o'zini yo'li, o'zini bir musiqasi, ohangi bor. Bir-biridan go'zal, hammasi juda ajoyib, xilma-xil, hammasini imkon qadar eshitib chiqdik konkurs jarayonida. Eron davlatini eshitdik, Hindiston, Ozarbayjon, Turkiya, yana boshqa davlatlar, shu davlatlarni eshitdik. Juda ham bir-biridan murakkab musiqalari bor. Bir-biridan go'zal. Bir-biridan go'zal, juda go'zal. Misol uchun bu davlat yoki bu davlat deb aniq bir nima aytish qiyin.
bir-biridan ajoyib yo'nalishlari bor. Eshitgan odam juda maza qiladi. Musiqa asboblari ham turfa Ha, turfa xil musiqa asboblari bor. Misol uchun mana Ozarbayjonda o'zimizni mana qonun cholg'ulari bor, tor cholg'ulari bor. Ular ham chalishadi. G'ijjak cholg'ulari bor. G'ijjaklarni olib chiqishib, qonun cholg'ularini olib chiqishib, chalib ijro qilishyapti. Juda murakkab yo'l. Ilhom aka o'zi san'at millat, irq, til tanlamaydi. Chunki u yurakdan ijro qilinsa, yuraklarga qadar yetib boradi. Biz qaysi millat vakili bo'lishimizdan qat'iy nazar, agar chiroyli ijro etilgan qo'shiqni eshitsak, beixtiyor unga raqslarga tushgimiz yoki bo'lmasam uni sokin musiqa bo'lsa maza qilib tinglagimiz kelaveradi-da. Yuqorida aytib o'tdilar, haqiqatdan-da o'sha san'at qaysi davlatni san'ati bo'lishidan qat'iy nazar chiroyli ijro etilsa, bas, hammaga yoqaveradi. To'g'rimi? Marhamat, sizdan ham bir chiroyli qo'shiq eshitsak, nima deysiz? Mayli, mayli. Qanday qo'shiqni? O'zi tamburda ijro qilib ashula aytaman. Endi hozir ma'lum bir sabablarga ko'ra tambur cholg'imni olib kela olmadim. Bir shingil shu doirada usulida bir eshitamiz. ijro qilib beramiz qo'ldan kelganicha. Marhamat. O'ldiroyin dermisan yo, kuydiroyin dermisan? Yana boshimga balolar yog'diroyin bermisan? Yana boshimga balolar yog'diroyin bermisan? Ko'zlaring jallod etib, kipriklaring bedod etib, kashmirib tilbir laholimni yuldiroyin bermisan? Osmondan yerga tashlab xalqaro rasvo qilib qushgacha bog'larimni yuldiroyin bermisan? Qushgacha bog'larimni yuldiroyin bermisan? Ey yashang, rahmat, ovozingizga ovoz qo'shilsin deymiz. Akbar aka, bizda salom va tabriklarimiz ham bor. Keling, ularga ham biroz e'tibor qaratsak, undan so'ng yana suhbatimizga qaytaveramiz. Dastlabki SMS-larni o'qiyman. Dilafruz opadan yetib kelyapti. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Sizga farovon hayot, omad, mustahkam sog'lik va vafodor do'stlar davrasida bo'lish nasib etsin deyman. Har doim kuchli va aqlli bo'lishingizga tilakdoshman. Baxt qushi doimo yelkangizdan joy olsin. Barcha yaxshi niyatlar, maqsadlaringiz ro'yobga chiqsin. Omad kaliti cho'ntagingizni tark etmasin. Sevimli yor va farzandlarga mehribon ona bo'lish bu ayol baxtining eng buyuk cho'qqisi. Oilaning fayzi va iftixoridir. Ushbu ezgu tilaklarni va samimiy chiroyli so'zlarni izhor etaman debdilar. Ya'ni Husnixon uchun tabriklamoqdalar. Bizning hamkasbimiz Dilafruz opa tomonlaridan bormoqda. Husnixon siz uchun kim bo'ladi? Bu haqida yozib o'tmabsiz va nima bo'lganda ham biz ham ushbu yaqiningizni bugungi ajoyib tavallud kunlari bilan samimiy tabriklaymiz. Yana bir yurtdoshimizdan kelyapti ushbu tabrik. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar hurmatli boshlovchilar deb boshlabdilar o'z so'zlarini. Bugun jiyanim Tayroq Murodni tug'ilgan kuni bilan chin dildan tabriklayman. Yaqinlar baxtiga doimo sog' salomat bo'lsinlar. Ota-onalari orzu qilgandek farzand bo'lib ulg'aysin. Akajonim bilan yangajonim orzu qilgan barcha niyatlariga shu farzandi orqali yetishsinlar. Dunyodagi hamma yaxshi niyatlarini tilab qolamiz deb amakisi Behruz kelinoyisi Setora hamda ukasi Dilruzbek Afruzbek tabriklab qolishadi.
Tashakkur e'tibor uchun. Yana bir SMSlar bor. Ozodbekdan yetib kelyapti. Assalomu alaykum debdilar. Fayzli kun musiqiy dam olish dasturi jamoasi, hurmatli boshlovchilarim, yaxshimisizlar? Efirlar bilan charchamayapsizlarmi debdilar. Biz charchaganimiz yo'q. O'zingiz omonmisiz deymiz. Bugungi boshlangan yangi kun, yangi maqsadlar hammaga omadli bo'lsin. Mana shunday chiroyli efirlarni muxlislar uchun tuhfa etayotgan barcha Qashqadaryo teleradio kanali jamoasiga o'z rahmatlarimni aytaman debdilar. Tashakkur bildiramiz. Teleradio kanal obro'si bundan-da yuksalib boraversin. Barcha yurtdoshlarimizga Chiroqchi tumanidan salomlar debdilar. Rahmat aytamiz Ozodbek ajoyib e'tirof uchun va albatta biz ham o'zimizni mamnunligimizni bildirib qolamiz. Bizni mana shu Fayzli kun musiqiy dam olish dasturining eng ashaddiy muxlisi Robiya Chaman har sonimizni e'tibordan chetda qoldirmaydilar va bu safar ham yozibdilar. Assalomu alaykum, qadri baland hazrati insonlarim. Barchangizga kunning barokati bo'lsin. Bugun o'z tavallud kunlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni shukrona kunlari bilan muborakbod etar ekanmiz. Kuni kecha o'z tavallud kunlarini nishonlagan serqirra ijodkor, ajoyib she'rlar muallifi, audiolar muallifi, so'zga chechan suxandon, sho'x va qo'noq, shu bilan birga o'zining san'at, ya'ni ashula aytish bo'yicha ham ijodiy qirralarini ochayotgan singlimiz. Sizlarning kasbdoshlaringiz teleradio boshlovchisi Niluffarxon Imomzodaning tavallud kunlari bilan ko'p ming sonli Qashqadaryo muxlislari nomidan muborakbod etamiz deb qoldilar. Albatta Niluffarxonning kuni kecha ham tabriklab o'tdik. Yana bir bor Robiya Chamanni ushbu tilaklarga qo'shib qolamiz. Qutlaymiz, tabriklaymiz jamoa nomidan. Shunday. Yana bir SMSlar bor bizda. Ismlarini yozmabdilar. Bugun mening eng yaqin insonim dadajonimning tug'ilgan kunlari. Men otamdan faxrlanaman debdilar. Biz 4 qizni halol mehnat, pok rizq, cheksiz mehr va katta sabr bilan voyaga yetkazgan insonim dadajonim debdilar. Dadajon, siz bizga hech qachon qiz bola o'qimaydi demadingiz. Aksincha o'qinglar qizlarim. Kontrakt bo'lsa ham o'qitaman deb imkoningiz boricha biz uchun harakat qildingiz. Bizning kelajagimiz, ta'limimiz va baxtimiz uchun qilgan har bir mehnatingizni hech qachon unutmaymiz debdilar. Bugun biz 4 qizning har bir yutug'imiz ortida sizning mehnatingiz, duolaringiz va ishonchingiz bor. Siz bizga nafaqat ta'lim olish imkonini, balki hayotda o'z o'rnimizni topishimiz uchun katta qanoat berdingiz. Hech qachon birovga hasad qilmaganman, chunki men doimo havas qilganman. Dunyodagi eng yaxshi ota o'zimning otamdirlar. Siz bilan faxrlanaman dadajon debdilar. Menga ota bo'lganingiz, bizni doim qo'llab-quvvatlaganingiz va har qanday sharoitda yonimizda turganingiz uchun rahmat. Ota-onam borligiga shukr deyman. Ularning duosini olib yashash nasib qilganiga ming bora shukr debdilar. Dadajon, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Sizga uzoq umr, mustahkam sog'lik, xotirjamlik va ikki dunyo saodatini nasib qilsin. Biz 4 qizingizning baxt va kamolini, yaxshi kunlarimizni ko'rib doimo faxrlanib yuring. Siz bizning faxrimizsiz dadajon, biz sizni yaxshi ko'ramiz debdilar va endi ismlarini yozib yubormoqdalar. Shahribonu, Nilufar hamda Himoyat ismli qizlaridan yetib kelmoqda. Rahmat aytamiz, mana shunday dadajonlarimiz baxtimizga omon bo'lsin deymiz. Ana shunday Fayzli kun salom Telegram guruhi hamisha sizlar uchun ochiq. Marhamat, salom va tabriklaringizni yo'llang. Biz esa ularni doimo o'z egalari tomon o'qib berishni bir maqsadimiz deb bilamiz va shiorimiz deb hisoblaymiz. Ana shu tug'ilgan kun egalari uchun bizda Dildoraxonda juda ham chiroyli qo'shiq bor. Keling, ana shu qo'shiqni taqdim etsak va ular uchun o'ziga xos munosib sovg'a qilsak. Nima deysiz? Juda ajoyib taklif, marhamat. Marhamat. Rejissyorlarimizdan iltimos qilamiz albatta.
vaqt kundan battarroq mubtalo bo'ldim sanga. Men qachon dedim vafo qilmanga zulmaylading. Sen qachon deding fido qilmanga bo'ldim sanga. Sen qachon deding fido bo'lmanga bo'ldim sanga. Ey ko'ngil tarkinasi xat ayladim avvora bo'l, avvora bo'l. Yuz balo yetmas ki men ham bir balo bo'ldim sanga. Yuz balo yetmas ki men ham bir balo bo'ldim sanga. G'ussachan dedim navoiy topmadim shoh aro. To navoiydik asir benavo bo'ldim sanga. To navoiydik asir benavo bo'ldim sanga. Ofarin, Juda rahmat yaxshi. aytamiz, salomat Haqiqatan ham bo'ling. o'sha maromiga yetkazib aytildi. Ko'rgali husningni zoru mubtalo bo'ldim sanga. Ne baloliq kun ediki oshno bo'ldim sanga. Har necha dediki kun kundan uzay sendan ko'ngil. Vaqtki kun kundan battarroq mubtalo bo'ldim sanga. Albatta, ushbu misralarni maqom sifatida kuylangani o'sha zamonni bir milliy ruhini bugun ushbu tilda ko'rsatyapti. Haqiqatan. Juda ham chiroyli. Sizning qo'shimchangiz ham o'ziga xos bo'ldi. Rahmat aytamiz sizga ham, Akbaral aka. San'atkordan qo'shiq so'rash, san'atkordan musiqa so'rash menimcha eng yaxshi variant hisoblanadi. Ilhom aka, siz ham bugun bizga doirada bir chiroyli kuy tayyorlab kelgansiz, shundaymi? Men o'zi doirani yaxshi ko'raman, Akbaral aka, ayniqsa doirani ana shu chertilganda raqsga tushishni yoqtiraman. Juda ham chiroyli ohanglari bor-da. Keling endi bizga ham bugun bir sho'x kuy chalib bersangiz. Nima deysiz? Raqsga tushib berasizmi endi? Yo'q, raqsga tushmayman, lekin eshitamiz. Qo'ldan kelgancha endi doirada usullar ko'p. Maqom usullari, keyin shu terma usullardan, keyin qolaversa farqli usullardan qo'ldan kelgancha ijro qilib beramiz. Marhamat. Marhamat.
yashang. Afarin. Juda Rahmat ajoyib. aytamiz. Aha. Yana bitta qo'shiq eshitsak, nima deysiz, Akbaral aka? Albatta vaqtimiz yetarli. Jonli ijroda albatta. Xo'sh, Yigitimizdan eshitamiz. marhamat. Qaysi qo'shiqni ijro qilib berasiz? Ovora bo'lma deydi. Asarni ijro qilib beramiz. Orifxon Xatamov musiqasi, Chusti g'azali bilan. Qani marhamat. Ilhom aka, jo'rlikda siz. Yor aylanay desam men sayyora bo'lma deydi. Yor aylanay desam men sayyora bo'lma deydi. Sevdim desam kulimsidi. Yo'lingda holvonim sarpaylayin desam bori yo'g'ingdan ajraba bechora bo'lma deydi. Dilxon kanaliga aylab borgan edim yaqinroq. Mujgon tig'iga uchrab ming pora bo'lma deydi. Yorimga teng emas gular ovora bo'lma deydi. Yorimga teng emas gular ovora bo'lma deydi. Yashang, rahmat aytamiz. Muhammad Rizo, ovozingizga ovoz qo'shilsin deymiz barchangizga. Sizlar bilan dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetib qolgan, anglamay qoldik. Albatta bugun dasturimizga o'ziga xos fayz kiritdingiz, o'ziga xos uslubingiz bilan, qo'shiqlaringiz bilan, chiroyli ovozingiz bilan bizni yanada xushnud etdingiz. Rahmat aytamiz buning uchun. Akbaral aka, efir soatlarimiz ham yakunlanib bormoqda. Sezdingizmi? Haqiqatan ham o'sha vaqt pillapoyalari Sobir o'sha 9:00 ga yaqinlashayotganini ko'rsatib turibdi. Bizni ham o'sha Fayzi kun musiqiy dam olish dasturi ana shu pallalarda o'zini bir yakuniga yetadi. Albatta sizlarga bugungi dasturimiz orqali bir ko'tarinki kayfiyat ulashib olgan bo'lsak, ishtirokchilarimiz orqali bir qalbingizga bir o'ziga xos bir onlarni hadya eta olgan bo'lsak, biz bundan juda ham xursandmiz va mamnunmiz. Xuddi shunday. Sizlarga esa alohida tashakkur bildiramiz tashrifingiz uchun va kelgusi ishlaringizga yanada muvaffaqiyat hamrohligini tilaymiz, barkamollik tilaymiz. Bunday mukofotlar sizni ko'ksingizni yanada bezab turaversin deymiz. Qolaversa, xalq artisti unvonlariga ham ega bo'lishingizga tilakdoshmiz. Siz bor ekansiz, maqom san'atimiz o'lmaydi. Siz bor ekansiz, maqom san'ati yanada yuksalaveradi, yanada rivojlanaveradi. Omon bo'ling deymiz, boringizga shukr deymiz. Biz esa aziz teletomoshabinlar, sizlar bilan keyingi efirlar orqali yana uchrashguncha xayrlashib qolamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Xonadoningizdan fayz va barokat, tinchlik, xotirjamlik, tana joningizdan esa sog'lik, salomatlik aslo uzoqlashmasin deymiz. O'zingizni hamisha ehtiyot qiling. Qashqadaryo telekanalidan esa sirayam uzoqlashmang do'stlar. Fayzli kun musiqiy dam olish dasturi sizlarga ana shunday eng hayajonli va unutilmas bir ko'tarinki damlarni tuhfa etadi. Bizni kuzatib boring, bizdan uzoqlashmang azizlar. Sog' salomat bo'ling azizlar.